12 ga lyukdatchik ulayotganda mana bunaqa platadan foydalansanglar. Jigeringni, mana shu jigeringni hozir masala boshdan tushiraman. Shtekerda shu o'zingizlarga qarab turganda bitta qalin sim bor, keyin tagidagi ingichkasi bor. O'sha ingichkasidagini shunday kesasizlar. Kesganinglarda sxemasi ham bor, ko'rasizlar. Kok asosi out yozyapti. Kokka lyukka qarab chiqib ketayotgan uluslar. Bu yoqda birinchisi. Ketidan keyin jigering mana. Ikkinchisi emasdi, uchinchisi jigering. Bu shtekerdan kesgan mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan ko'rayotgan bo'lsanglar, asosi inni ulislar, asosi inni ulislar bunga. Keyin saru bilan qizillar bitta qilasizlar-da. Saru bilan qizillar bitta qilib turib, bu yerda saru mana bu yerda ko'rib turganinglarda bat plus 12 volt yozib qo'ygan ko'rasizlar. Bat. Batareya deyapti. Bu akkumulyator batareykasi plusga ulisan 12 voltga deyapti. Mana shu saru bilan mana en tagidagi qoran tagidagi qizillar bitta qilasizlar-da. Saru bilan qizillar bitta qilib turib, mana bu yerda qalin sim bor. O'shanga berasizlar. Keyin bu yoqda yana bitta qora simimiz bor. Bu ganada постоянный minus bo'ladi, ko'rasizlar. Mana shu yoqda постоянный plus, minusga ulislar. Keyin yana bu yerda bizada simimiz qolyapti. Kok, center zamok deyapti. Keyin mana bu fioletoviy lyuk yopish deyapti. Qaranglar. Bu yoqda mana bu shtekerda orqasida mana shtekerda 3 ta qator sim bor. Mana ikkita qora bor. Mana bu yerda ikkita qora bor. Ikkita qora bilan keyin o'rtada ko'k bor. Ikkita qoraning o'rtasida rang o'zgarishi mumkin. Ikkita qoraning o'rtasida bitta dona ko'k sim bor. O'shani mana fioletoviga berib qo'yasizlar. Fioletoviy berib qo'ydinglar. Keyin bitta dona bizada ko'k sim qolyapti. Bu yoqda mana ko'k simimiz center zamok yopish deyapti. Xohlasanglar bu center zamok simi yopishni bu yoq tarafga olib kelinglar. Xohlasanglar shu yerda o'zida parokda eshikka kirib ketgan diodli kontrolkada pultni yopganinglarda plus keladigan diodli kontrolkada plus center zamokka plus simiga berib qo'ysanglar, o'shanda lyuklarimiz hammasi ishlaydi. Mana shu plata hozirchalik yaxshi. Ko'rib olinglar.